kimnidir xotini bo'lsa kerak-da. Sen tushunasanmi bunaqa temalarni? Menga qara, eng yomoni, eshityapsanmi? Temachilar bilan gaplashib, men haqimda hamma informatsiyani beribdi. Ishonasanmi? Menga bilmayman, o bolani tanimayman, prosta. Tanima, to'xta tomosha qiladi yaqini. Ko'rib o'tirgandir, onasini hammani ko'rganda, meni efirimga kirib o'tiradi, Krisa. Qo'shilavermaysanmi, jigar? Nimaga? Ona she'riga qo'shilavermaysanmi, jigar? Nima qilasan, yozib beradi, keyin pul topa olmaysan. Men uyam to'xta, oz ko'tingga sikib qo'yaman. Qara kim yozib beradi? Eshit, suka, men har doim ham yozib beravermayman. Meni to'xta, joyga alimentga yozib berasan-ku. to'xta, mana shu joyiga to'xta, sikaman to'xtamasang. Eshit. Hali endi boshqa bor ekan. Onangni asrab. Ha, bo'ldi. Rahmat katta, sog' bo'ling, o'zingiz katta. Eshit. Bo'ldi. Hozir. Hozir TikTok'ga chaqirib. Yaqinda shu kimdir aka. Menga bir tenza qilmadi. Eshit. Hali uyimga kelib, maqtali bolamni gapiribsan deb. Aql o'sha 102 qilib beraverdim. Mahallada janjal bo'ldi. Keyin ariza yozib, ustidan anaqa berdim. Ana uchastkoga yozib berdim. Sudga chaqirdi, sudga bordik. Sudga eshitib aytdi. Eshitdingmi? Suka, kim yozib berar ekan? Eshitdingmi? Xotinim yozib bergan, tupoy. Men yozib bermayman. Men nimaga yozib beraman? Xotinim yozib beribdi. Ishni prokuraturaga oshirib yuborgan. Uyga borib bitta shapaloq yeydi xolos. O'shuning uchun zek bilib bilmay anaqa qilma, yozib bersam seni yozib ko'tingga sikalardim. Iltimos unaqa tuhmat qilma. O alimentga berasan-ku baribir. Alimentga berib bo'lganman. Уже 3-oy o'tib 4-oyga qarz to'lalmayapti. 784 ming tashlab bergan. 2 oylik ona sut pulini. 4 oylik alimentga turibdi. Nech bilan chiqyapti? 1.500.000 380 mingmi, 360 mingmi, 2 millionga boradi. Hali bergani yo'q. 1 oyga. Nima unchalik qimmat u? Nimaga qimmat? Bori, agar farshiviy dokument qilib ishga ishlayman deb turib boshqacha qiladigan bo'lsa, ishxonasiga borib birga ishlayman deb 1 oy. Birga ishlayman tekshirib olib. Tushundingmi? Shuning uchun odamni yuziga qarab, gapiga qarab, tuhmat qilmagin, yozib beruvchi, pozib beruvchi deb birinchi seni sikardim yozib berganimda. Men yozib beruvchi basligimni sen yaxshi bilasan. Bola puli olmayman, endi olaman. Sen mujiksan. Zek, o'g'il to'yi qilsam kelasanmi? Nimaga? Pulim yo'q, vaqtim yo'q. Ben hozir qilganim yo'q, yana yilga qilaman. O'sha paytda ham bo'lmaydi. Pulim bo'lmaydi, vaqtim ham bo'lmaydi. Tavba qildim-da, iloyim bo'ladi degan unadimi? Ortiqmoch. Pulim bor. Ortiqmoch pulim yo'q ko'chaga sotishga. Ha, birortasiga aytaman, olib keladi seni. Biram iching qora ko'tsan, bila. Nimami? Yo'q, sen. Ha, ichim qorasi mana yuzimga urib ketgan qop-qoraman, ko'rmayapsanmi? Yo'q, sen asal. Bundan o'zliging ortiq sen ishon. Baraka top. Otangga rahmat. Bo'pti, Zek.
Yuvosh bo'lsang battar sevib qolyapman. Yo'qolib qol ikkita aylanib. Bo'pti, idini axir. Yo'qol. Chiqing, men qo'lim bandku, mana bunaqa yotibmanman. Telefonga qo'lim cho'zaymi? Meni ham qo'lim band, men mushab o'tiribman. Chiq. Chiq o'zing. Men mamman bilan bandman. Chiq. Yotibman mana. O'tiraver bo'lmasam. O'zing chiqib ketmaguninggacha o'tiraveraman, bes. Mana o'tiraman. O'tiraver, qara. O'tiraman mana. O'tiraver. Mana. Hozir aybal bo'lib barcha ketasan. Короче, men yotib uxlayman. O'tiraver, bankka boramiz birga. O'tir, keyin. Tusilarni almashtirib keyin o'yin zavonni jo'tayolib. Ertalabda almashtirdim, mesajni bo'lib qolarmikinman deb. Shundan bir keladim seni qoning. Bir oyda 3 kun keladi. Alo. Alo. Yoz, to'xtab tur. Hop. Choy ichmaysanmi kirib? Hop. Zek, o'tirib turasanmi kiyim olay? Yo ketdingmi? Va, ketdim. Bo'pti, xayr, bor. Bo'pti. Xayr. Bo'pti. Xayr. Bo'pti. Jonim. Dinnaxoy. Gandon. Yo'qal, kiyim olay. Qani shu yerda keyin. Pashol naxuy o'zi yerdan ajrab ketdim. Men o'zicha birovni sevaman deb PR qiluvdim. Hozir ochilib, yechilib, alimentdan mahrum bo'lay. Alimenti ham bermasa ertaga o'kut. Qara. Qanaqa yer kerak senga? Menga hurmat qiladigan kerak. Erkak kerak. Ikkitan olib kelib bo'lsa ham boqadigan erkak kerak. Qilib o'zingiz boqing deydigan bas. Ayyo, men erkak emasman, u bilaman. Sen erkaksan, sen jonsan, 1 minut. G'iybat qilmagin, zek eshitib ko'rib turibman. Kimni g'iybat qildim men? Endi deyman-da. Qotog'imga gapiryapsan, bu gapni menga. So'kinma, chumo. Yo, men kimman? Men oshi g'iybat qilyapman. Orqalaman men g'iybat qilishga, uyalaman. Nechinchi yilsan? Ha. 72-yilman. Bu qilmayapsan, to'g'ri gapir. 80-yilman. Ha, 50 qarab kelib qolsan. 80 bermaydi uviting. Qancha beryapti? Yo 84. Yo'q, 84 beradi, qo'ltig'im yur. Yo'q, pasportini ber. 84 beradi vid. Молодец. Bitta sepet ber, atrini ham ber. Voy. Bu mamma, mana sanga shu nimaga degan kallang kichkina, bo'ying kichkina. O'zi sanga shunaqa mammalar kerak. Qo'ltig'imga sepdim, xafa bo'lmaysan endi. Ha, yaxshi. Qaysi sumkami tutaman? Bardoviyni ber. Oyog'ingizga ham? Oyog'imga ham bardoviy. Qarog'im qani?
Ha? Pasportini soldilar. Tog'amni qo'yganmiz. Endi kelayapman. Dorilarini manga rasmga olib tashlab yuboring Muhammad Mahdiyni. Qaysi dorisi? Eskumizan, grippga qarshi, Grippga qarshisi anafiron xolos. anafiron, nima anaqa ham olib qo'yaman tishiga. Nurofin. Uxlatar, anaqa uxlatib uspakoyitsa qilar ekanda. Ko'rdingmi? Dushman balg'amlar chiqdi mana. Ashdordan men balg'amnikini. Yetadi. Yangi olganman. Ha. Ketayotgan kuni muqta to'ldim. Zaryadka nima qilaman? Zek bo'pti asalim, uxlayapsan. Давай, давай. Xo'p, yaxshi bo'lib qolgin, a? Hop, hop, tamam. Hop.